Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, Golubeka o'simligi ishqibozlari. Hozir bitta videorolik tayyorlaydigan bo'ldim. Ko'p tushayotgan savollar bo'yicha. Birinchisi, Golubeka ekish uchun substraktni qanaqa tayyorlash kerak? Tavsiya o'rnida beramiz. Endi kim qanaqa qabul qiladi, u yana o'zlarini tajribasidan kelib chiqib qilishlari mumkin. Mana birinchi biz olganimiz mana shu Dvina kisli torfa pH 2,5 dan 3,5 gacha. Mana shu torfga 250 litriga 8% sosnoviy apilka qo'shilyapti. Substrakt tayyorlash uchun sosnoviy apilka 8% qo'shilyapti. Keyin mana bu agroperlit degan narsamiz bor. Mana agroperlit, bundan 8-10%. Mana bu yerda mayda oddiy qumdan bundan ham 8%. Shunda 25% qo'shimcha qo'shilayotgan bo'lsa, qolgan 75% ana shu kisli torfni o'zi. Mana shu idishda hammasi solib aralashtirib, yaxshilatib suv berib, namlab olib turib, undan keyin tuvaklarga ekilyapti. Xo'sh, endi ikkinchi aytiladigan narsamiz mana shu ko'chatlar bo'ladigan bo'lsa, hozir ichkarida asosiy joyda ko'rsataman. Ko'chatlar mana bular ekilganiga 2 kun 3 kun bo'ldi. Mana o'sha barglarini yozib ishlashni boshladi. Ko'chatlar sifati yaxshi, zo'r. Endi bitta yarimta agar bateriya bo'layotgan bo'lmasa, baribir endi ekish biz sababini qilamiz, qolgani Allohdan. Lekin mana endi yomon emas. Men hali bu ko'chatlar sifatidan ko'nglim to'ldi. Chunki mana endi mana shu holatda qarang. Mana uchida bundoq qurib keladi. Bu ko'chat o'sib, o'sha kuzga borgan paytda pishib yetilmagan joyi bu. Bu bir xavfli nimasi yo'q. Shuni ichkarida hozir o'sha jarayonni ko'rsataman. Bu kesib olib tashlanadi, bo'ldi. Shuni qaychaman kesib qo'yiladi. Mana bu narsa o'sha pishib oxiriga yetmay qolgan joyi shu uchidan qurishni boshlaydi. Hozir ichkarida yana ko'rsataman asosiy keyingi ish jarayonlarini. Mana endi bu yerda o'sha ekilgan ko'chatlarimiz, bu 3 yoshli ko'chatlar. O'sha boyagi ko'rsatilgandek mayda shoxlari olinib, o'sha asosiy kerakli baquvvat shoxlari qoldirilyapti. Ko'chatlar hammasi ishga tushdi. Mana barglarni yoyib, ko'z tegmasin, hammasi yaxshi ko'chatlarimiz. Mana bular 10 litrli tuvaklarga ekilgan paketlar. O'sha Qo'qonlik yaxshi bir ukalarimiz bor. Zakazga paketlar chiqarib bergan. Bu paketlar yaroqlilik muddati 2 yilgacha turib beradigan. Ya'ni buni paketini tarkibiga qanaqadir ximikat qo'shilar ekan, shu 2 yilgacha sifatini buzmasdan saqlab berar ekan. Endi bu ko'chatlarni mana shu tuvakda kuzgacha ushlash ham mumkin. 10 litrlikka ekilgan mana bu qismi, tepa qismiga apelka solib qo'yiladi. Suvi namligini ushlab turish uchun keyinchalik bu apelka ham o'ziga qo'shilib oziqa bo'lib ketadi. Mana bu yerda 1 yoshli ko'chatlarimiz. Bularga o'sha ishlov berib bo'lindi. Ko'chatlar hammasi ishga tushgan. Mana shu ekilgan bo'lsa, bu ajratib olinmagan. Nechta ekilgan bo'lsa, deyarli 99-100% hammasi ko'karib ishlab ketdi. Mana Reka sorti, har biri yozilgan Denis Blue sorti, Elizabeth sorti, Blue Gold sorti, Blue Crop,
puri sorti, mana shu puri sorti yangi chiqqan nav. Buni shu to'g'risida ham bitta narsa aytib ketayda. Men puri sortini kiritishda ro'yxatga qo'shmagan edim, lekin bu yerda Belarusdagi mutaxassislar yangi chiqqan nav, lekin shuni ekkin deb menga tavsiya qilib jo'natgan edi. Eng qizig'i mana 1 yoshlik ko'chatini o'zi gullashni boshladi. Bu yangi chiqqan nav, serhosil, xarakteristikasi bo'yicha 6-8 kilogramm bir tub ko'chatdan deyilgan. Mana bularimiz dyuk sortlari. O'sha boyagi aytganimdek, ortiqcha shoxlar olib tashlandi. Endi 2 yoshli ko'chatlarga o'tamiz. Mana bu yerda o'sha ko'chatlarga ishlov berilyapti. Mana bu 2 yoshli ko'chatlarimiz 5 litrli to'ylarga ekilgan. Bular ham har bitta navlari mana dyuk, berkli bor. Mana bu tomonda ham ish qizg'in ketyapti mana. Mana shu yerda mana ko'rsanglar, 2 yoshli ko'chatlarda ko'p, juda ham ko'p mana bu shoxlari. Bu Toro sorti ekan. Mana shundan 2 ta 3 ta baquvvatini qoldirib, qolganlarini olib tashlayapti. Bu asosiy yaxshi baquvvat shoxlarini qoldirib, mana mayda shoxlarini olib tashlansa, bu ildizni asosiy e'tiborni ildiziga berishimiz kerak. Ildizga nagruska bo'lmaydi, ko'chat yaxshi ishlab, yaxshi rivojlanib ketadi. Mana o'sha aniqlarini boyagi aytgandek, uchi hali pishib yetilmagan joylari kesib tashlanyapti, ortiqcha mayda shoxlar olyapti. Shuni obработка qilyapti, lekin ko'chatlar hammasi boyagi aytganimdek yaxshi, a'lo sifatda kelgan. Deyarli yo'q bateriya. Bitta yarimta endi hali uyg'onmagan. Mana shu masalan bari chiqarmabdi desa, o'zi ekilganiga 4 kun bo'ldi, lekin tirik navdasi. Endi bitta yarimta agar mana bu ham tirik. Mana уже chiqaryapti mana. O'sha uchun ekinglar. U biznes uchun ham, anaqa 3 ta 4 ta xonadonga sog'liq uchun, shifosi uchun ham ekib qo'yilsa, korzinkaga kirib 100 grammini 40 ming, 50 mingdan sotilgandan shu hovuzga ekib qo'yilsa, mana shu narsa olib tashlanadi, bo'ldi. Buni olib tashlamasangiz, pastga qarab o'tib ketish ehtimoli bor. O'sha uchun vaqtida olib tashlangan yaxshi. Endi mana biz o'zimizda mana shu yerga golubika ekiladi. Plantatsiyasini qanaqa joyga qilish kerak? Quyosh yaxshi ko'radimi? Men ekishga shu tomonni tanladim. Ko'chatlar arasi mana 1 metrdan, o'sha yog'ochlar qoqilgan, har 1 metrga bu markazga olingan. Mana bunaqa yama qilinyapti. Bizlar endi yamani razmerini o'zimiz 80 ga 80 qilib oldik. Ko'chatlar yaxshi ishlab ketishi uchun ekishingiz mumkin. Endi 2 yoshli, 3 yoshli bo'ladigan bo'lsa, men tavsiya qilaman eng kami 60 ga 60 qilishni. Chunki golubikani ildizi mana shu markazga ekiladigan bo'lsa, yarim metr bu tomonga, yarim metr bu tomonga bir 40 santimetr pastga boradi umri davomida. O'sha uchun o'sha sharoitda agar boshida yaratib berilsa, golubika yaxshi rivojlanib ketadi. Endi bu tomon tanlanganligin sababi, men nargi tomonga goji ekkanmizlar. U goji quyosh yaxshi ko'p talab qiladi. O'sha uchun u tomon tanlangan. Endi bu tomonimizda teskari bo'lganligi uchun mana 1-2 soat, 3 soat quyosh tushadi. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, nargi tomonda quyosh mana bu uy to'sib turadi-da. 1-2-3 soatdan keyin daraxtga borib, u tomondan yana salqin tushadi. Shu 2-3 soat quyosh beradi. O'sha uchun mana shu tomon tanlandi.
Endi bu yerda ekilish jarayonini tayyor bo'lgandan keyinroq ko'rsatamiz yana. E'tiboringlar uchun rahmat.